Assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilar, Chorva ishqibozlari. Xohlasa bugun ham 6 ta molimizni qo'yib beramiz shvetlaridan. Ko'rib baho berib, ma'lumotlar yoqsa aloqaga chiqib olasizlar. O'zimiz kanalimizga a'lo chorvaga qo'yilyapti. Xudo xohlasa mol shvet originallari, bir bosh sigirimiz, 5 bosh bo'g'ozimiz bor. Hammasi sotiladi. Xudo xohlasa o'zimiz kanaldan ham telefon bo'lib sotilib turibdi. Aloqaga chiqib olasizlar yoqsa, men ko'rsataman. Shvet styllar sigirimiz ham dahshat. Chegara katta bo'g'ozlarimizdan, xudo xohlasa orqa ko'tlari baland, dahshat mollar. Xudo xohlasa ma'lumotlarni beramiz bir boshdan. Aloqaga chiqib olasizlar. Birinchi molimiz xunajin. Ishlari 2 kilo endi chiqqan. 5 oylik bo'g'ozga tekshirib olasizlar. Syomkalari bor. Xudo xohlasa molga gap bo'lishi mumkin emas. 27 million so'm kami bor. Qisirlarni ham qo'yapti. Oq quloq, oq tumshuq, toza shvetidan so'raganlarga mana 27 million so'mga bir uy bo'ylari 120, birinchi qoringa 5 oylik bo'g'ozini qo'yib beramiz. Arzon keldi, arzon sotyapmiz. Xudo xohlasa ma'lumotlari yoqsa aloqaga chiqib turasizlar. Taylari ham hamma zo'r. Xudo xohlasa xotin oralar oqlarida shvet standartiga javob beradigan shvet turidan. Ikkinchi molimiz 7 oylik bo'g'oz. Bu ham shvet sortidan bo'ladi. 7 oylik birinchisiga bo'g'oz. Hali kuraylarini chiqarmagan, bo'ylari 125. Bu molimizni ham saydan o'tib ketsanglar ham indamaydi. Yoshlari behijolat. Chiroylikina sigir qo'lasida olsanglar, buni ham 27 million so'm kami bor. Uchinchi molimiz. Biz somon beryapmiz. Somondan shungacha nima bo'lyapti? Quruq somonni turishdi hozir. Silyosga aralashtirib bersak, shunaqa yo'taltiryapti. Buni kasal ishlarni bemalol xohlasanglar doktorlarga ko'rsatib olinglar. Bunimiz 5 oylik bo'g'oz. Doktorga ko'rsatib olasizlar. Yoshlari behijolat, ikkinchisiga yo uchinchisiga Qirg'iziston toza shvetdan so'raganlarga mana orqa ko'tlari pachka, liniyalari bor. Bo'ylari 125, narxiga 34 million so'm kami bor. Kelishtirib beramiz. Sigirimiz tozasidan, shvet tozasidan, to'qoldan so'raganlarga mana zagonga tashlab maza qilib boqaman deganlarga suti bor. Bolasidan oshgan 5-6 ta beryapti. Bolani ham ko'ryapsizlar. Dahshat berib qo'ygan. Shvet xunajinchi, o'zi ham 20 lik xunajin. Bola ham zavodskiy to'qol, yana ham to'qol. Ana zotga vaqt ko'paytirib olsanglar, mol xudo xohlasa dahshat. Maza qilib boqasizlar. Dumlamni aytganimizga bolasi emib yuribdi. Narxiga 38 million so'm kami bor. Kelishtirib beramiz xudo xohlasa. Molimiz xudo xohlasa zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'g'ozlarimizga kelyapmiz mana kattalaridan. Birinchisiga 5 oylik bo'g'oz, syomkalari bor. Doktorga tekshirilgan, o'zingizlar uchun tekshirib olasizlar. Jonivor hurkayroq, lekin yoshligi behijolat. Mana. Qimirlamaydi xudo xohlasa. Bo'ylari 130 plyusga 133-34 chiqyapti. Narxiga 38 million so'm kami bor. Birinchi qoringa 5 oylik bo'g'oz. Savaydan so'raganlarga. Oxirgi molimiz nemisidan so'raganlarga mana 6 oylik bo'g'oz. Yoshlar o'shim gap bo'lishi mumkin emas. Xohlagan tomonidan sog'asizlar, qilt etib qo'ymaydi. 2 kilo endi chiqargan. Xudo xohlasa yaxshi sigir bo'ladi, 60-70 millionlik sigir qolaman deganlarga orqalari ham pachkalardan 130 plyusda o'lchab olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, oddiy tekin. Narxiga 45 million so'm kami bor. Qisirlarni ham 40 million qo'yapti. Olib boqib, yaqinlashtirib foydalaninglar. Sigir qolsanglar, yaxshi sigir bo'ladi. Buni yo'qotmasdan yaxshi boqish kerak. Rosa tomosha qilib boqadigan o'ta zo'r molimiz. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tuman O'rta Sharxonda. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib savdolarni qilaverasizlar. Xudo xohlasa mollar sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol aloqaga chiqinglar. Oddiy dastavkasi tekin qilib beramiz.
voqaga kelishilgan holatda hammasini arzon narxda chiqaraveramiz, xudo xohlasa. Bemalol O'zbekiston bilan aloqaga chiqarsa, yetkazib beryapmiz. Anchadan beri shu ish bilan shug'ullanamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Yetkazgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar.